Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Andijonda yana bir xonadonimiz Tunaka fonishini o'z nihoyasiga yetkazganmiz. Bu joyimizga o'ta go'zal fasonlarda qilib berganmiz. 190 kvadrat tunaka ishlatganmiz, 54 metr tarno ishlatganmiz. Hozir video davomida nechpulga bitgan, qanaqa fasonlarda bo'lganini sizlarga ko'rsatib o'taman. Qo'ldan kelgancha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, obzorimizni boshladik. Andijondagi ishimiz tashqari tomonimiz 90 gradusga novo, qosh, tarno qo'yib berganmiz. Mokri, oq tilla ranglarimizdan ishlatganmiz. Gipikamentchi akalarimiz ham biz bilan parallelni tugatgan. Общий hisobda 29 400 ming so'mga bitgan. Hozir hammasini ko'rsatib o'taman. Qayerlar 29 400 mingga bo'lganini, ishlarimiz sifatiga, kачестволariga o'zingizlar baho berib o'tirasizlar. Tashqari tomonimiz 90 gradusli go'zal holatda bo'lgan. Biz ham qo'ldan kelgancha chiroyli qilib uy egasini rozi rizochiligini olib chiqib ketishga harakat qilamiz. Sizlar ko'rib o'tgan joyimiz tashqari tomon, tashqari o'stirma shapkamiz bo'ladi. Bu joyimiz darvozaxonamiz. Darvozadan kirishda qilingan fasonimiz kobra fasonda, pianinali, chekalari novoli bo'lgan, go'zal holatda. Ichkari o'stirma tomonlarimiz ham bor. Polniy ikkitalik двойной fasonimizda bo'lgan kobra fason. Ichkari pastki tomoni ham bor. Kobrada pianinali novo bo'lgan polniy tarno o'rnatib berganmiz polностью. Uyimizning shakli P shaklda bo'lgan. Bu tomonimiz chekasi, bu tomonimiz to'g'ri tomon. Tarnolarimiz ham ideal holatda bo'lgan. Joyimizni отдельный qilib qo'yganimiz sababi, chunki ko'rinishda mayaqqa burilib ketayotgan tomoni bir xilda bo'lish uchun отдельный respublika qilib qo'yganmiz bu tomonni. Tomonimiz ham bor. Bir xilda chiroyli fasonda bo'lgan. Tarno hamma joyga tarno o'rnatilgan. Общий 54 metr tarno ishlatilgan. 04 listimizda bo'lgan. Bu fasonimiz 110, 120, 130 shapkalarga bo'ladi. Polniy kichkinaroq shapkalarga bu fasonimiz tushmaydi. Xizmatimiz vodiy bo'ylab bemalol murojaat qilaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.